eng xavfli holatlardan biri bu issiqlik. Bu videorolikda haroratni necha gradusi ko'z-qorin uchun juda xavfli va uni oldini olish, ba'zi holatlarda o'zi isib ketadi qoplani yangi ekilganlarni shu haqida gapirib beraman. Birinchi o'rinda yangi qoplani ekkan paytingiz harorat 20-22 bu eng yaxshi ideal temperatura. Ba'zi payt qoplarni joylashi ham juda muhim. Agar qoplar ustma-ust turgan bo'lsa, bir-biriga yopishib turgan bo'lsa, qoplar isib ketadi. O'sha uchun iloji boricha qoplar bir-biriga yopishmasligi kerak. Havo aylanishi yaxshi bo'lishi kerak atrofida. Agar harorat 25 gradusgacha bo'lsa, qoplar hosil beradi. Lekin hosil uchun aslida 20 dan past temperatura yaxshi. Lekin 25 dan 30 gacha bo'ladigan bo'lsa, qattiq oqarishni boshlaydi, keyin sekin-sekin sarg'ayishni boshlaydi, suv ajratadi, bittaga bilinadi. Agar 30 dan 35 gacha umuman to'xtaydi, sarg'ayish, suv ajratish kuchayadi. 35 dan o'tishni boshladiki, ko'p holatlarda qoplar o'ladi. 35 dan baland 40 gacha o'lgan bo'ladi. Yana bitta muhim joyi bor. Kamida 2 ta termometr bo'lishi kerak ko'z-qorin xonada. Konditsionerdan uzoqroqqa joylashish kerak. Sababi bitta termometr 1 metrdan balandga, ikkinchi termometr 2 metrdan balandga joylashish kerak. Chunki pastdagi temperatura bilan balanddagi temperaturani bilish uchun.